Anime olamida texnikalar, kuch, o'zlarining turlaridagi mukammalliklar bor. O'shalardan eng yuqori darajadagi narsalari nima? Juda ham qiziqarli. Masalan, Jujutsu Kaisen animesidan olamiz. La'natlangan texnikalar. Bular har xil. Shularning texnikalarining eng yuqori darajasiga olib chiqqanlar bor, lekin ko'p emas. Xullas, mavzudan uzoqlashmaymiz. Aytganimizdek, texnikalarni mukammal o'rgangan skorer, ya'ni shaman va jodugarlar o'zlarining texnikasining eng yuqori darajasiga olib chiqqanida ularda hududni kengaytirish paydo bo'ladi. Barcha hududlar haqida ham video qilganmiz va buni kanalimizga joylab qo'yganmiz. Anime kino dramalarni o'zbek tilida va sifatli tarzda tomosha qilishni xohlasangiz, Banana TV ilovasini tavsiya qilib qolaman. Linki har doimgidek opisaniyada. Bleach animesidan nima bo'lishi mumkin? Qarang, bu nomni eshitishim bilanoq esimga birinchi tushadigan narsa bu albatta Bankai. Ko'p hollarda Bleach animesini xuddi Bankai iborasidan tanitgandek va buni ham inkor qila olmaymiz. Shinigamining Zanpakuto ruhiy qilichining eng yuqori darajasi hisoblanadi. Bu holatda Shinigami o'z qilichini o'zining ruhi bilan to'liq birlashtiradi va yangi qobiliyatlar ham qo'shiladi. Bankaining xususiyatlari Shinigamining kuchi 5 barobardan 10 barobargacha oshadi. Qilich shakli, o'lchami butunlay o'zgaradi. Ba'zilarining Bankai hujumga, boshqalarniki mudofaa yoki nazoratga mo'ljallangan. Har bir Bankai o'z egasiga mos. Teskari yovuzlik bilan qamalgan dunyo. One Piece animesi. Bu yerda nima bo'lishi mumkin desangiz, bu yerda awakening, ya'ni uyg'onishlar bor. Qaysilari desangiz, bosh qahramonimiz Luffy o'zining fruiti, ya'ni mevasini 5 marotaba uyg'otgan va bu hali ham oxiri bo'lmasligi mumkin. Faqatgina Luffy emas albatta. Oddiy foydalanuvchi mevaning kuchini faqat o'z tanasida yoki ma'lum chegarada ishlata oladi. Lekin uyg'onishdan foydalansa, ya'ni awakeningdan foydalanuvchi kuchni atrof muhitga yoyadi. Kuchning chegarasi kengaytiriladi. Tanasi ham awakening holatida ular jismoniy jihatdan juda tez tiklanadi. Kuch, chidamlilik, tezlik keskin oshadi. Awakening turlari haqida gaplashib o'tamiz. Logia awakening nazariy jihatdan foydalanuvchi atrofni elementga aylantiradi. Masalan, butun joyni olovga yoki muzga, bo'lmasam Luffyga o'xshab hamma yoqni rezinkaga aylantiradi. Iblislar qotili, ya'ni Demon Slayer animesidan nimalar bor? Taxmin qiling. Demon Slayer mark, qotillar belgisi. Jismoniy kuch oshadi, mushaklar refleks va tezlik 5 barobargacha kuchayadi. Sezgi oshadi, dushman harakatini oldindan sezish. Regeneratsiya oshadi, jarohatlar tez bitadi. Ammo iblislarnikidek tez emas. Belgilar faqat ma'lum muddat saqlanadi. Ortiqcha ishlatish o'limga olib keladi. Shu bilan birga uning hayotini ham 23 yilga qisqartiradi. Ya'ni maksimum yashash yili 23 yilgina bo'ladi. Qotillar belgisi bu inson tanasiga cheksiz nafas va irodaviy kuch uyg'otganida paydo bo'ladi. Maxsus belgi, ya'ni tatuirovkaga o'xshash. Har bir jangida boshqacha shaklda chiqadi. Kimdandir olovga, kimdadir shamolga, suv, to'lqin yoki quyosh nurlariga o'xshab, tanadagi har bir hujayra limitlarini buzganini bildiradi. Demon Slayer animesidan yana nimadir bo'lishi mumkin. Shaffof dunyo. Ko'pchilik buni ko'rmagan bo'lishi mumkin. Chunki hali cheksiz qasrni ko'pchilik ko'rmagan. Shaffof dunyoni Tanjiro cheksiz qasrda ochadi va bu ham eng oxirgi ochilish hisoblanadi. Bu jangchini o'z ruhi va nafasini to'liq muvozanatga keltirganida ko'z bilan emas, sezgi bilan atrofni ko'ra olish darajasiga yetadi. Bu holatda u dushmanning tanasini ichidan shaffof ko'radi. Yurak urishi, mushak harakati, nafas oqimi, hatto hujumdan ham oldin harakatini sezishi mumkin. Hujumni oldindan sezish, dushman hujum qilishidan avval eng mayda harakatini sezadi. O'zining ham yuragini sekinlashtirib tinchlikka erishadi. Tezlik va aniqlik oshadi. Har bir zarba oldindan rejalashtirilgan kabi to'g'ri tushadi. O'limni yengish darajasi. Fokus bu holatda faqatgina o'limga yaqin holatda yoki mutlaq tinchlikda kirishi mumkin. Jujutsu Kaisen, ya'ni jodugarlar jangi olamida ham faqatgina hududni kengaytirishni oshish juda ham qiyin emas. Bundan ham qiyin narsa bor. Qora chaqmoq bu zarba berish paytida la'natlangan energiyasini aniq 0,1 milliondan 1 soniya ichida jismoniy urush bilan bir vaqtida chiqarilsa, fazoviy buzilish sodir bo'ladi. Natijada energiyaning chiqish samaradorligi 2,5 barobar oshadi. Atrofda qora chaqmoq hosil bo'ladi. Shuning uchun qora chaqmoq deyiladi. Texnik jihatdan nima bo'ladi? Oddiy zarba, avval jismoniy urush bo'ladi, so'ng energiya kelib chiqadi. Bu normal jang, lekin qora chaqmoqda jismoniy zarba va energiya bir xil lahzada to'qnashadi. Bu fazoviy buzilishni sodir qiladi. Yuji Sukunaga bergan ketma-ket qora chaqmoqlardan so'ng o'zining yana bitta texnikasini ochdi.
Bu svetilishi, ya'ni ibodatxona yoki bo'lmasam muqaddas joy. Bu ham sukunaning kesishlariga o'xshagan yana bitta texnika. Demak, qora chaqmoqdan so'ng ham yana bitta texnika oshdi. Ultra Instinct Dragon Ball olamidagi cheksiz konsentratsiya va refleks darajasi. Goku buni faqat eng og'ir sharoitda ochgan, hatto eng kuchli personajlar ham o'zi ham bu darajani ko'p ushlab tura olmaydi. Ammo bu texnika majburiyat orqali o'rganilmaydi. U instinkt orqali keladi. Baryon mod, cheksiz tezlik va reflekslar. Ishiki hatto o'zining Byakugan darajasida ko'rish qobiliyati bilan ham uni kuzata olmaydi. Har bir zarbasi hayotni yutadi. Naruto dushmaniga zarba berganida zarba shunchaki jismoniy kuch emas, hayot zarralarini so'rib oladi. Ya'ni Ishikining umri muddati zarbada qisqaradi. Masalan, 20 soatlik umri 5 daqiqada tugaydi. Energiya sof va barqaror emas, oddiy chakra emas, hayot energiyasi bilan ishlaydi.